alaykum. Bugun 20-may 2025-yil Sayxunobod tumani Guliston mahalla fuqaro yig'inining 37-konturda joylashgan 10 gektar maydonda no'xat mahsulotlari ekilgan. Ushbu loyiha Aksiyadorlik Tijorat xalq banki Sayxunobod bank xizmatlari markazi tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu yerda no'xat ekilgan, maydoni hajmi 10 gektar, uzunligi 500 metr, bo'yiga 200 metr. No'xatlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi kunda ekinlar hosilga kirgan, ekinlar yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 20 ta dehqon biriktirilgan, har bir dehqon uchun 50 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Sohil Servis 84 ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarda 1,5 tonna, jami 15 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekin ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.